Bugun ko'rib turadigan Matizimiz 2004-yilgi Matiz 100% sariqdan qaytgan, taksidan qaytgan. Qolgan hamma navorliklari cho'tga yaxshi turibdi, hech qanaqa qilt etmagan. Ozroq bolalar ranglar uchgan ekan, boshqa nolari yo'q. Balalar ko'rib turganingizdek, balalar ham yaxshi holatda, narsa yo'q, aybi yo'qdek tuyulyapti menga. Ko'rib turishimiz salonlar ham ajoyib turibdi. 4 eshikda shumkalari bor ekan, kamsa chiqishi yaxshigina mehrchan berganlar. Bu oxir tomonda ko'rinishsa, aytgancha metallari ham bor, metallari bu keyin narxini aytayaptilar, 35 million so'm deyaptilar, 33 ga beraman deyaptilar. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, pastga nomer yozib qo'yamiz, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, 2010-yilgi Lacetti'miz. Xo'p, Sastena yaxshigina turibdi, idealni turibdi, hech qanaqa ishlari yo'q, ozroq pastki zangchalari bor ekan, o'shalardan qilgan ataka 0% ga kiradi, kraska bo'lmagan, nega kiradi? Balolar holatini ko'rishingiz mumkin, balolar holati yaxshi, idealni Sastenada turibdi. Salon holati ham yaxshi, idealni Sastenalar, rollar, almashgan mejgar pultlarigacha bor, antiradarlari bor, antiradar lekin o'zlarining opqalari kerak, shunisi bor. Qolgan hammasi yaxshi lyuks konsernalargacha bor, yaxshi idealni Sastenada konsernalar ishlab kelgan turibdi, yaxtakina turibdi, maza qilib ketaverasiz. Короче, haydash kerak, tamom. Orqa tomondan ko'rinishlari Lacettida alohida yozdirib qo'yibdilar, metallarigacha bor. Narxini, aka narxini qancha dedi? 75. Narxini 75 deyaptilar. Где-то 73, 70larga tushishlari ham mumkin. Narx pul bersalar. O'sha har doim aytadigan so'zimiz, pastga nomer qoldiramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga murojaat qilib gaplashishlaringiz mumkin. Gentra eng oxirgi chiqqanlaridan 2023 eng oxirgi luks chiqqanlaridan shu idealni o'zaro chang holatda olyapmiz. Xo'p, Sastena shu idealni ovozda eshitib ko'rsalaringiz ham 100% kraska emas, 100% shumka bo'lgan. Hamma joylariga. Polni. Umuman 100% aka shumka figarlar, motorlar va shu idealni turibdi, hech qanaqa moy poy yemaklar tushuna olish kerak, ayda bosish kerak. Idealni propalari bor aytgancha esdan chiqib qolibdi. Salonni ko'ramiz. Salonlar holati idealni turibdi. Bitta aybi bor salonda, luk yo'q ekan. Qolgan hamma narsasi turibdi, avtomat korobka, idealni o'chirib qo'yibdilar. Qo'l yaxlat olmoqchi edik. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlarini evashi idealno deydi. Ammo o'slar ozroq qirilgan joychalar bor ekan, tamom. Va u qirilgan ham qanday unaqa strashniy emas, hech qanaqa ayblari yo'q. Vashi idealni, vashi degan so'zni ko'p aytdim, kommentarlarda belgilab ketasizlar, necha marta aytganimni. Vashi udar. Sanoda adashmalar. Sal chang deb aytganlar, ko'rasiz shu changda. Shu changda mana. Shu changda biz olyapmiz. Laykan bosib ishlab chiqibdilar. Kamera qanday ishlaydi, qanday qilib bilmadim. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 165 deyaptilar, 163 million so'mga beraman. Mayli 162 ga beraverarlar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, har doimki gapimiz o'sha pastda chiziqqa mayli, o'sha pastga kommentariyaga, pastga nomda nomer yozib qoldiramiz, shu nomerga telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin yoki adabiy tilda murojaat qilishlaringiz mumkin. 2000-yilgi Tekomiz mallochligini, shishkargina polni bunga mehr bergan 100% kraska qilib, aka ijodi polni noldan qayta yig'iladi desam bo'ladi. Motorlarda ishlari yo'q, hech qanaqa moy-poy qochirilmaydi. Balonga keladigan bo'lsa, balonlar holati ham yaxshigina turibdi. Ozmas qoraytirib, qilib chiqarganlar. Yaxshi chiroyli turibdi. Salonning holati ham shu ideal chexopolikchani mashina rangiga moslab, idealni qilib taxlaganlar. Aka o'dar, lekin gap yo'q. Polni mejgar pultlari ham bor adashmasam, yo'q, mejgar yo'q ekan. Oddiy ochib yopadigan, uzoqdan ochib yopadigan pultlari bor ekan. Uning nomini bilmadim, uzr. Allohda magnitofonchalar ham bor, g'amor qilib ketishga yaxshi. Orqa tomondan ko'rinishlari hech qanaqa nolari yo'q. Benzinda yuradi, hech qanaqa ayblar yo'q. Narxini 35 deyaptilar. Ya'ni 1-2 million tushib bersalar mumkin. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomer yozib qoldiramiz. O'sha pastki nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib olishingiz mumkin. Aytgancha, like bilan podpiskani bosishni unutmang.